Assalomu alaykum, Info Aziya YouTube kanali ko'rishlari. Aravon rayonida Nurobod ayil hukumatida Qaqir Pilton uchastkasining Abdulmo'min otasida 10 sotik chek sotiladi. Video davomida bu yerga kelish yo'llarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu maktab Nuroboddagi maktabdan chap tomonga burilib, mana shu ko'chaga keldik. Mana shu 10 sotik chek sotiladi. Ko'rtirgan edik. Boshida mana suv oqyapti. Chekni boshida 4 burchak, qiytir joyi yo'q. Yerlari tekis. Chekalarda gilos ko'chatlari, o'rtada o'rik. Mana yerlari nam ekan. To'g'rida bir uy bor ekan. Mana bu yerda olma, giloslar pishib turibdi. Bu yerda anjir bor ekan. Uning davomida, chekni davomida uy bor ekan. Aytib o'tganimizdek, bu yerga kelish yo'llarini hali video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Maktabga juda ham yaqin joy. Tepaqo'rg'on Aravon trassasiga yaqin. Mana chap tomonlari betondan to'silgan ekan. Umumiy maydon 10 sotik. Qizil kitobi bor. Hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Chekni bahosi 10 million so'm. Sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.